Xo'p, bugungi mavzumiz ventilyator. Akamiz ventilyator olib kelgan, Gentraga, doполнительный ventilyator. Buni qo'yib beramiz akaga. O'zining joyi bor, birga bir tushadi. Buni stanovka qilib, simlarni tortish kerak, akkuratni qilib. O'zini simiga ulab qo'yamiz. Qo'shimcha ventilyatorni o'zining ventilyatoriga birga bir. Bunga qo'shimcha chig'anoq, relay, oyoq kerak emas. O'zining simiga birga bir ulab qo'ysak, xudo ishlaydi. Bunda yana bitta bo'layotgan muammo, dinamo generatorlari konditsioner yoqqanda nagruskaga tok kamayib, mashina o'zini g'alati tutayotgan ekan. Chiroqlari yonib, sariq chiroqlari. Bunga biz o'zini original shokolad relasini qo'yib beramiz. Xudo xolasa ishimiz besh bo'ladi. Ventilyator ulab oldik joyiga. Qo'yib stanovka qo'yib oldik. Simlarni akkuratga tortib keldik. GM lentalardan. O'zini shtikerga birga bir ulaymiz. Piliska, minusga qilib. Xudo xolasa akkuratni ishlab beradi. Отказ qilmasdan ishlaydi. Nagruskani ko'taradi. Dinamozni shokolad relasini qo'yib oldik. Tuz berish 14 volt berdi. Konditsioner bilan oldingi relamiz 12 bo'lyapti. Konditsioner bilan bu relamiz 14 volt beryapti. Ventilyator bilan sovutishlar ventilyatorda ham. Hop, mashina ichkarisiga o'tirib oldik. Konditsionerda ishlashlari bo'lsa, ikkinchi va uchinchi skorda o'zi yaxlatib tashladi hozirdan. Birinchi skorda o'zi ham yetadi. Bunga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.